Uzdil HTML darsidagi 18-ci qism HTML tag. Tag body'ninki ikki xil tag belgilash xat kuchi bo'lib, birisida rang, yana birisida tag rasm belgilashga bo'ldi. Tag rang xarakteri begikalning 3 xil ifodalash usuli bor. Tag rasm xarakteri backgroundning 2 xil ifodalash usuli bor. Undaqda biz avval bu tag rangiga qaraydigan bo'lsak, 3 xil ifodalash usuli bor dedik. Masalan, body'ninki begikallar degan xarakter qiymatiga bevosita xil holatda tag rangini bekitishkim bo'ldi va yoki bu RGB qiymat holatda belgilashkim bo'ladi va yoki bevosita bu qora rang, inglizcha qora rang degan rang nomini berish orqali buningki tag rangini belgilash bo'ldi. Buningki to'r ko'rgizishlik unumi tag rangini bizga xil holatda ko'rsatib berdi. Biz buningga men hozir xat yozsak, xatning rangi aslidagisi qora o'g'ashqa ko'rinmadi. Agar men bu yerda xat rangini oq deb hozir buning aniqlik berib yanglaydigan bo'lsam, mana ABC degan xat tag rangi qora, xat oq holatda ko'rindi. Andan keyin bu backgroundniki ikki xil ifodalash usuli bor. Birsi buningga bu maqilalat adres berish, yana birisi buningga maqilalat adres berish. Hozir men o'chirib turay. Bu yerda bilgi gif degan rasmni rasm hozir cho'nqaytgan holatda ko'rgan bo'lsak, buningki ustininki, üst qismininki ko'k ostiga qarab, barbara buningki oqqa qarab mishta manga holatdagi rang kelgan bilaymiz. To'r ko'rgich ko'rgan bo'lsak, mana xil holatda mana üst ko'k, bu tadrijiy o'zgarish jarayoni holatdagi rasmni shu butun bet yuzda ko'rsatib berdi. Ishlatishda diqqat qilish tegishli ishlar. Tag rasm ishlatganda tuvankilarga cho'qim diqqat qilishimiz kerak. Tag rasm bet ichli suratiga ta'sir ko'rsatadi. Shunga tag rasmni amal ba ishlatmang. Ishlatish to'g'ri kelsa cho'qim cho'nligi 10 kilobaytdan oshib ketmasin. Ya'ni bu tag rangi oldida ma'noga o'xshash, qisilgan kichikligiga holatdagi inchik rasmni butun to'r yuziga qilib ko'rsatib ishlatsak, buningki ichilish suratiga ko'p ta'sir ko'rsatib ketmaydi. Tag rasm to'rbat uslubiga moslashishi, rang tozalashib qolmasligi kerak. Tag rasmi to'rbatdagi tekst qismining rangi bilan cho'qim moslashishi kerak. Eng yangi xalqaro kod o'lchimida body xat kuchininki background bilan begikallar va tekst xarakterini ishlatish amaldan qoldirilgan bo'lib, CSS kod orqali bevosita aniqlik berib ishlatishni tavsiya qilamiz.